Salom azizlarim, qaysizlar, tuzukmisizlar? Men ismim Nisa. Kanalimga xush kelibsiz. Hozirda men Latviya davlatining Riga shahrida yashayman. Bu yerga student bo'lib kelganman. Bugun dam olish kunim. Dam olish kuni Latviyadagi studentlarning dam olish kuni qanaqa o'tadi, nimalar qilaman, bu haqida ko'rsatib beraman. O'tgan hafta 4 kun ishladim. Juda ham qattiq ish bo'ldi. Fizический jihatidan charchadim. Asablarim ketdi qancha ishda. Uni alohida tema qilib gapirib o'tib beraman. Bugun o'zi boshqacha planim bor edi. Gruppamiz bor, o'zi kursdoshlar gruppasi. Yozgandim. Dam olish kunimi sizlarga kim bo'sh vaqti bor deb yozgan. Hamma ishda ekan. Hamma student bolalar hozir sezon boshlangan. Hozir soqqani qilyapti ular. Hammasi ishda. Dam olishmagan. Bitta o'zim dam oldim. Endi ko'rsataman. Bugungi qiladigan ishimiz, keyingi oyga planim bor. Xudo xolasa Shvetsiyaga dam olgani bormoqchiman. Kiyim olishim kerak borish uchun, sayohatga narsalar olishim kerak, yo'lda kosmetika narsalarimni olishim kerak. Ovqatlanamiz birgalikda, shularni ko'rsatib beraman. Savdo markaziga kelganman. Agropol, Alfa. Kiramiz, hozir ichkarisini ko'rsataman. Ko'cha 30 gradus, Riga issiq. Sayohatga kerak bo'ladigan, o'zim bilan oladigan, insonni o'zini ehtiyojiy narsalari bor. Kosmetik narsalar, shampun, sovun, zubniy shotka, shunaqangi paketik narsalar bor. Ichiga solsa bo'ladi. Ya'ni aeroportda katta qilib sumkamga solib o'tkazmayman. Kichkina sumkalar bor, o'shani olib ichiga to'ldirib shunaqa narsa ko'rishim kerak hozir. Topsam ko'rsataman. Mana men yaxshi ko'rgan shampun. SF narxlari hozir skidkada 389 tur. Mana men yaxshi ko'rgan shampun. Konditsioneri, mana shampuni. İki narxi 8,5 почти. Mana 9. Kraskasi ham bor. Pantene. Mamani ishlataman, mana Pantene. Shampunini ishlatmayman. Pantene faqat balzami, konditsioneri yaxshi. Menda mana bunaqa sumka bor, katta. Ichiga kichkina idishchali narsasi kerak, to'ldirib solishga. Pulni qatorlarni hozir aylanib video qilib beraman, keyin o'zim bemalol aylanib oladigan narsamni olaman. Mana bunaqa shunaqa narsa qidiryapman. Ichiga solsa bo'ladi. Shampun, keyin zubniy shotka, hamma narsa ichiga solib o'zim bilan olib ketsam bo'ladi. Как раз sumkachasi bilan. Keyin aeroportda olib o'tish mumkin, qanchadir milligram. Shunga kerak. Alohida mana bunaqa bor ekan. Alohida mana bunaqa idishchalar bor ekan. Shuni hozir ko'rib o'taman. Lekin mana udobniy ekan, sumkachasi ham bor, ichida narsa idishchasi.
shuni olaman. Agar menga bugun dam olish kunim bo'lganda, agar meni ishim bo'lmaganda bugun ko'chada tashqarida men oladigan narsalarim bo'lmaganda uxlardim. Ertalabdan kechgacha ovqatlanardim, uxlardim, bo'ldi. Ko'ramiz hozir. Nimalar bor yozga? Material ekaniga qalin. Yozga bo'lmaydi bu. Pandoraga kiramiz. Uzuklarni ko'ramiz hozir narxlari qanaqa model kelgan. Mam kolye chiroyli ekan. Rasmdagi o'zi живой. Это так себе средний. Она зеленая. Она chiroyli ekan. Нежно. Mana ham chiroyli ekan. Ketdik. Boshqa joyga kiramiz. Mana chiroyli ekan. O'ziga qo'lya sirg'asi hammasi bor ekan. Parfümler bor ekan, kirmayman, parfüm kerak emas hozir. Shu magazin kiramiz, shotka kiramiz, mana shu qatordaga kirib ko'ramiz. Shampu anaqa oldim kelmayapti. Chiroyli uzun bironta ko'ynayman. Нежненький.
Chiroyli shunaqa narsa ko'rgim kelyapti. Ammo mana shu yoqdi menga, lekin narxi qarang. Narxi 49, 50 euro bitta kofchka. Nima kerak bor buni? Yoqqan narsalar. Mana u yoqdi menga. Kofta pastiga shim qilsa ham bo'ladi. Mana shu shimi. Narxi 50 euro. Har xil rasvetkalar bor ekan. Qornim och qoldi. Zakaz berdik. Endi kutamiz. Yaxshi joyga o'tirsam. Shotkam. Bugun qanaqa vaqt o'tib ketganini bilmayman. Shu magazinga kirsam, nima olishni bilmay aylanib tanladim. O'zi kiyim-kechakka 40 euro ajratgandim. Ovqatlanishga 10 euro, 10 euro anaqaga kosmetikaga. Shu narsalar kamchiliklar olaman degandim. Shu endi oldim, bitta kombin qildim. Yana qarashim kerak. Yani yubkami, qo'ynimni ko'rishim kerak, hali chiqmadi. Soat 9 bo'ldi. Endi ovqatlanib uyga boraman. Zakazim ham keldi. Box. Mazza qilib box yeymiz endi. KFC box. Yes. Menga yoqimli ishtaha.